bering adasi. Yaxshi keldingizmi, charchamadingizmi? Allohga shukr, yaxshi o'tiribsizlarmi? Bu jannatimga. Bu qismi nomusimga. Voy adajonisi, oylik oldingizmi? Oylik oldim onasi. Bu qismi g'ururimga. Qolgani ro'zg'orimizga onasi. Jannatim deganingizni tushundim. Bu onajoningiz. Lekin har oylik olganingizda nomusim bilan g'ururimga deb ajratasiz-ku. Ular kimlar? Jannatim onam, to'g'ri topding. Nomusim singlim. Singlimning haqqi bu. G'ururim esa akam, bu akamning haqqi. Oyijon o'tib ketganlar-ku. Akangiz bilan singiz o'zlari yaxshi pul topishadi. Chet davlatda bo'lishsa ular. Oyimga keladigan bo'lsak, o'tib ketgan bo'lsalar ham unutib qo'yish degani emas-ku. Shunga har oy onam uchun pul ajratib ehson qilaman. Akam bilan singlimga keladigan bo'lsak, ular musofirda. Qay holda qaytishini faqat Alloh biladi. O'shaning uchun ularga ham haq ajratib qo'yaman. Aka, Nima deysan? bugun qizlar bilan gapim bor edi aka. O'shanga pul berib turing. O'zing oylik olding-ku, o'shani ishlat. Hamma olgan oyligimni oyimlarga berganman. Bolam, u pullarga men dori olib qo'yuvdim-ku. Menda pul yo'q xullas. Allohim, shu bolalarimga o'zing insof bergin. Tinchlikmi onasi? Nima yig'layapsan? Qo'yavering adasi. Sizlarning oqibatingizga havasim keladi. Ilohim, oqibatingizga ko'z tegmasin.